Qaranglar, mana zo'r yaxshi ko'rgan narsamni bolalarim do'q qilib qo'yibdi. Asabim buzilyapti, nimada ketkazishni bilmayapman. Yuvsam ketinadi. Bo'ldi, esimga tushdi, shuncha narsam turibdi. Shularni bitta sinab ko'ramizmi, qizlar? Qaranglar, qizlar. Kecha mashinasi ko'ni mixra qiladi. Bunaqa qora kir yuvdim. Qora kir yuvgandan keyin shunaqa bo'lib ketgan. Opa bilan gaplashganimda mahsulotni shularni ham ketkazadi dedilar. Hammasini живой qo'yib boraman. Kuzatib boringlar, qizlar joylar. Qaranglar, bu qo'limdagi azelit ekan, lekin bitta ham hidi yo'qda. Shunaqa maza qildim shu joyiga, qizlar. Azelit ishlatgandan keyin qo'ldan shu kelib turishi, o'yishi hammasi yomon. Buni perchatkasiz bemalol ishlataverar ekansizlar. Ertagali videolarimda Xudo xolasa inshaalloh gazlarda sinab beraman, qizlar. Qanchalik oqardi yo'q, ertaga quritib kirlarimni sizlarga videosini joylab beraman. Ertagali reelsni ham kuzatinglar. Foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishni unutmanglar. Qizlar joylar, bu O'zbekistonda yangi kirgan shunaqa eka mahsulot ekan. Birgalikda sinab, effektlarni birgalikda sizlar bilan natijalarni bo'lishib boraman, qizlar joylar. Qizlar, profillarga o'tib olinglar, bemalol biznes qilsalaring bo'ladi, olib kelib sotsalaring bo'ladi. Hidi xushi shunaqa yoqimli ekan, qizlar. Xijolat qilib qo'ymaydigan mahsulot ekan. Xudo xolasa ertaga yuvilgan kirlarni hammasini joylayman. Oxirigacha kuzatib boringlar.